Isroil qo'shinlari G'azo sektoridagi bir nechta nuqtaga navbatdagi aviahujumlarni amalga oshirdi. Falastin sog'liqni saqlash idoralari ma'lumotiga ko'ra, zarbalar oqibatida kamida 6 nafar inson halok bo'ldi. 20 dan ortiq kishi jarohat oldi. Hujumlardan birida G'azo shimoli politsiyasi rahbari Abdul Nosir Muhammad al-Maqadma ham halok bo'lgani xabar qilindi. G'azo ma'muriyatining bildirishicha, 2025-yil oktyabrda o't ochishni to'xtatish rejimi kuchga kirgandan buyon qurbonlar soni 1191 nafarga, jarohatlanganlar esa 3853 nafarga yetgan. Shuningdek, 2023-yil 7-oktyabrdan buyon davom etayotgan mojaroda halok bo'lganlar soni 73 mingdan oshib, yaradorlar soni 173 ming nafardan ko'proqni tashkil etmoqda. Mintaqadagi gumanitar vaziyat esa tobora og'irlashib bormoqda. Hindiston harbiy dengiz kuchlariga qarashli INS Sudarshini o'quv yelkanli kemasi AQShdagi nufuzli tantanalari va xalqaro harbiy dengiz paradida ishtirokini yakunlab Portugaliyaga yo'l oldi. Bostondagi tashrif davomida kema Hindistonning boy dengizchilik merosi va zamonaviy harbiy dengiz salohiyatini namoyish etdi. Shuningdek, turli davlatlar vakillari bilan o'tkazilgan kasbiy hamda madaniy uchrashuvlar orqali xalqaro hamkorlikni mustahkamlashga hissa qo'shdi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, INS Sudarshini nafaqat o'quv kemasi, balki Hindistonning dengizdagi nufuzi, professionalizmi va dunyo mamlakatlari bilan do'stona munosabatlarni ifodalovchi muhim ramz sifatida ham e'tirof etilmoqda.